Va Ibn Abbos radhiyallohu anhudan kelgan bir so'z bilan mavzuni yakunlaymiz. Agar kimniki Alloh haqida ko'ngliga shak gumon kelsa deganlar, mana shu Hadid surasining 3-oyatini o'qisin. Huval awwal val akhir val zohir val batin oyatini. Alloh avvaldir, oxirdir, zohirdir, botindir. Qanday ko'ngliga shak kelsa, gohida odamning ko'ngliga shayton shunday shakni olib keladiki, yerni kim yaratgan? Alloh. Osmonni kim yaratgan? Alloh. Arshni kim yaratgan? Alloh. Shayton shunday oborib oxir aytadiki, Allohni kim yaratgan? O'zing aytyapsan, hech narsa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi, to'g'rimi? Borlig'ida. Uni albatta kimdir yaratish kerak. Hop, shu qoidang bo'yicha deydi, shayton sizga aytadi. Allohni kim yaratgan endi deydi. Odam mana shuni ikkilanib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunda hadisda aytganlarki, to'xtasin shu joyda deganlar. Kirishmasin u joyiga. Allohni kim yaratmagan? Shayton sizga yana ko'nglingizga vasvasa soladi. Ha, sen qochyapsan mavzudan deydi. Javob bera olmay qolganingdan sen gapni aylantiryapsan endi deydi. Ha, unda bu narsalar ham o'zidan o'zi yaralganda Alloh o'zi shundoq bo'lsa deydi. Alloh yaratmaganda uni deb odamning ko'ngliga shaklarni olib kelaveradi mana shunaqa. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlar, kimning ko'ngliga ana shunaqa shak kelaversa, mana shu oyatni o'qisin. Huval avval. U avval, u boshi yo'q. Ya'ni shaytonning o'sha vasvasasiga javob nima shunda? Javob shuki, sen hozir aytgan narsalarda osmonni kim yaratgan, yerni kim yaratgan deganda o'zicha paydo bo'lmaydi, uni Alloh yaratgan deganimning sababi chunki bular zamakonga daxli bor maxluqotlar. Tushunarlimi? Shu uchun bular o'zicha paydo bo'lmaydi. Alloh nimaga o'zi zotidan boqiy, zotidan bor avvaldan Alloh. Uni birov yaratishi shart emas, Alloh o'zi bor. Nimaga desak, chunki Alloh zamakonga daxli yo'q zot. Biz aytgan gap hech narsa o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi deganda zamakon ichida. Zamakon ichida hech narsa o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Alloh yaratish kerak uni. Ammo zamakondan tashqarida u o'zi narsa degan narsa ham o'zi yo'q edi, zamon ham yo'q, makon ham yo'q. U yerda shuning uchun azaliy va abadiy Alloh bor. Zamonga, makonga daxli yo'q, Alloh bor. Ana shu oyatni o'qisin deganlar inson ko'ngliga agar Alloh haqida shubha kelsa